Nozim opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nozim opa, nima bo'lyapti hayotingizda? Hayot bir navida ketyapti. Hech qanaqa yangilik yo'q. Bola chaqa shu. Yaxshimi? Bilasan-ku. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sog'liq sal chatoq. Mana bitim o'zi og'rib. U o'tadigan narsa, u o'tadigan narsa. Algina yo'lga bordim. Uzoqqa. Mashina salanaqa urib kerak. Nozim opa, bitta savol bermoqchiman sizga. Baxtlimisiz? Bola chaqam bor, baxtliman. Pocham tarafchi. Savolni zo'r berding lekin. Bir navi desam bo'laveradi. Yaxshimi, baxtlimisiz? Yaqinroq keling ekranga. Baxtlimisiz deganda qanaqa tushunsa bo'ladi? Men qanaqa baxt? Biz yosh bo'lmasak, 18 yashar. Nozim opa, odam 80 yoshda ham baxtli yashaydi, bilasizmi? Endi bir navi degandan keyin o'zing tushunib oling. Mana Menga farqi yo'q. To'g'risini aytsamchi, menchi o'zi rostini aytsam ersiz yurishga o'rganib qolganman. O'zim erkak, o'zim ayol bo'lib, bolalarni katta qilganman. O'sha uchun menga farqi yo'q. Er bormi, yo'qmi? Menga farqi yo'q, to'g'risi. Bo'lmasa ham, bo'lsa ham farqi yo'q. Hayotingizda o'zgarishlik kutyapsizmi? Men o'zim bilasanmi qanaqa? O'zimni ko'proq o'ylayman, bolalarimni ko'proq o'ylayman, to'g'risini aytsam bor. Men shunaqa insonman. Siz ham baxtli ayolsiz. Bolalaringiz bor. Agar bolalarim kelajaklaringiz bor. Bilasanmi? Shunaqa. Men birinchi o'ringa rostni aytsam, aytaymi? Birinchi o'ringa men bolalarimni qo'yaman. Nima deysiz? Men kallam olib tashlagan taqdirda ham bolalarni qo'yaman birinchi o'ringa. Mayli, meni xoy yaxshi ko'rsin, xoy yomon ko'rsin kim bo'lsa ham. Lekin men uchun birinchi farzandlarim birinchi o'rinda turadi. Mayli, kim nima desa deysin, qanaqa tushunsa tushunaversin. Chunki shunaqa insonman. Hamisha xursand bo'lib yuring. Hamisha baxtli bo'lib yuring. Rahmat. Bolalarni bir kun ko'rmasam chidolmayman. Shunaqa odatim bor. Shu o'ylab qarasam bolalar bilan baxtliman. Haligi savolingga javob mana senga beraman. Bolalar bilan baxtliman. Bolalarni shovqini bilan baxtliman. O'zim katta qilgan bolalarimni kulsa kuyaman, yig'lasa yig'layman, shunaqa insonman. Men erdi basam hozir u ikkinchi darajali anaqa bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Yana meni yomon ko'rmas odamlar, lekin men shunaqa. Meni xarakterim shunaqa. Kim nima deb o'ylasa o'ylayman. Erining loyir